Ну, сезон был очень тяжелый, очень... Mavsum biz uchun ancha og'ir kechdi. Juda ko'p kuch sarfladik deya olaman. Ammo og'ir hamda qiyin mavsum yakuni bizga shirin bir tuhfani taqdim etdi. Bu chempionlik. Jamoa ushbu sovrinni qo'lga kiritish uchun uzoq va mashaqqatli yo'l bosib o'tdi. Jamoa ushbu sovrinni 24 yil kutdi. Bizning murabbiylar shtabi esa so'nggi 3,5 yil davomida buning uchun qattiq mehnat qildi. Shu bois ushbu sovrin jamoamizga katta ruhiy va ma'naviy dalda bo'ldi. Bunday muhit, atmosfera, ajoyib stadion va muxlislar bilan bu ikki karra yoqimlidir. Ushbu fursatdan foydalanib, nafaqat jamoamizni, balki bu chempionlik yo'lida bizga yordamini ayamagan, bizni shunday raqobatbardosh jamoa bo'lishimizga munosib hissasini qo'shgan inson, viloyatimiz hokimi Xayrullo Bozorovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu chempionlik albatta bu insonning xizmatisiz, bizga bergan yordamisiz bo'lmasdi. Qolaversa klub o'sishda, rivojlanishda davom etishi kerak. Kelasi mavsum jamoa Elit Osiyo Chempionlar Ligasida qatnashadi va unda munosib ishtirok etishi shart. Узбекский футбол в элитной лиге чемпионов.